Assalomu alaykum bizni hurmatli obunachilar. Mana Surxondaryo Denov Qo'ybesh mahallada mana chorvador akalarimizdan uydan dehqondan, savdogardan emas, dehqondan 20 ta mana bunday avlikol ho'kizimiz, sharali aralash 7 ta angusimiz sotiladi. Qiziqqan aka-ukalarga aka telefon nomerida aytgan raqamni keyin mollar bir holatini tanishtiramiz. 88 lik kodi bilan 599 0011 raqamlariga aloqaga chiqishiradi mana holati mollarni mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi bu arqa tarafdan mana to'rtinchisi kachoklar. Hammasi bir xil mol. Mana 5-inchisi mana Simba. 6-inchisi mana 7-inchisi, 8-inchisi. Qiziqqan aka-ukalar bemalol tarafda telefon qilishaveradi, bu tarafda like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz mana. Holati ideal holat turibdi. Hammasi buzoqcha, ichidan bitta ikkitasi tushirgan. Qolgani hammasi buzoqcha yosh holatda turibdi mana. Qiziqqan aka-ukalar bemalol telefon qilishaveradi mana. Shoxli variantidan bitta, ikkita, 3 ta mana shoxli varianti bor. Shoxli variantidan. Qolgani shoxsiz varianti. Qiziqqan aka-ukalarga mana mollarning holati bir xil, oppoq kaptardek bo'lib turibdi, bulut bu. Mana anguslar holati bilan tanishtiramiz. Mana oldi tarafdan mana holati ideal holatda turibdi mana. Asal mana. Mana katta-kattalari udorlari mana. Cho'h. Bitta mashalloh deb omadli yozib ketamiz. Qiziqqan aka-ukalar bemalol telefon qilishaveradi mana. Molni holati vobshe asal bo'lib turibdi. Mana bitta shoxli varianti bu yerda bor ekan mana. Qolgani shoxsiz varianti. Qiziqqan aka-ukalarga molni holatlari bilan bir tanishtiramiz mana. Oldi tarafdan. Yeb-icharlari sog'lom, vaksinalari qilingan. Narxlariga keladigan bo'lsak, 40 milliondan 50 milliongacha deymiz. Oqlardi faqat qiziqqan aka-ukalar bemalol telefon qilishaveradi. Bitta dona ham sotamiz. Agar optim olgan odamga O'zbekistonda 12 ta viloyatiga dastavka qilib beramiz. Hammasini olgan odam aka-ukalarga. Bitta ikkitasiga lekin dastavkani Surxondaryo bo'ylab bu qilishimiz mumkin. Sal bir ikisini pulini bonus qilamiz. Qiziqqan aka-ukalar bemalol telefon qilishaveradi mana. Mollarning holati mana anguslarimiz mana Simba bu yoqda mana. Cho'h. Bo'yinlari mana kachok. Holati a'lo darajada mana. Bitta like bosib omad deb ketsak ham bo'ladi mana. Arqa tomonni ko'rsatish keraksan, arqalaridan ham ko'rsataman. Arqalari mana sig'mayapti. To'rt burchak qarab ko'p turibdi mana. Bitta limuzinli varianti bor mana. Holati ideal. Mana orqa tarafdan avlikollarni ko'rsatamiz, sharalilarni. Hammamizga shunday mollarni boqish nasib qilsin Xudo xolasa. Bitta omad deb yozib ketsak ham bo'ladi. Surxondaryo Denov Qo'ybesh. Anguslarning holati bilan tanishtiradigan bo'lsak, mana anguslarimiz sog'lomligi garantiya vaksinalar qilingan. Buning ichida 3 tasi tushirgan, qolgani buzoq holi bulardi. Zotga qo'ysa ham bo'ladi, uyga qo'yib berib, kayf qilib yotadigan mollarda ular, boqib, maza qiladigan joy. Bitta ham da aybi yo'q, sog'lomligi garantiya mana. Qiziqqan aka-ukalar bemalol telefon qilishaveradi. Mana limuzin varianti. Mana angus asali mana. Arqalari karabka, to'rt burchak bo'lib turibdi mana. Chistasi 100 ga 100.